Bosh shtabi Amerikaning Nyu-York shahriga joylashgan kishilik huquq fondi 13-sentabr Nyu-Yorkning har qaysi joylaridagi mashhur imoratlar va muhim joylardagi e'lon taxtalarga Uyg'ur majburiy emgakini tasvirlagan tasviriy shouda tushish faoliyati olib borgan. Kishilik huquq fondi Nyu-Yorkdagi danglik Brooklyn ko'riki, Yangi muzey va Hayat munari qatorliq mashhur imoratlarga tushirgan tasviriy shoudalarda ko'rurmanlarni kiyayotgan moda kiyimlarining orqasidagi hayotlar haqida o'ylanishga chaqirgan. Ular ko'rsatgan ma'lumotlar Xitoy hukumatining Uyg'urlarni keng ko'lamda lager va turmalarga solganligi, u yerlardagi jinsiy zo'ravonlik, majburiy tug'mas qilish, keng ko'lamlik nazorat qilish va qiynashlar, majburiy emgak va boshqa kishilik huquq dafsandichiligi qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Ma'lum bo'lishicha, Nyu-Yorkda o'tkazilayotgan moda kiyim-kechak haftaligi 7-sentabrdan 13-sentabrgacha davomlashgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridan nurg'un danglik markalar qatnashgan. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turish o'miki BDTga a'zo boshqa davlatlarni kelar hafta o'tkaziladigan BDT umumiy majlisining munozirasida Beijingning ularga qilgan bostirishi muzokara qiladigan faoliyatga qatnashmaslikka chaqirgan. Advokat Rayhan Asad xonimning Twitter hisobida bildirilishicha, Xitoyning BDTdagi o'miki boshqa davlatlardan Atlantik okean kengashi, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va xalqaro kechirim tashkiloti tashkillagan Uyg'ur erki qirg'inchiligiga aloqador yuqori darajalik munozaraga qatnashmaslikni o'tingan. Dushanba kuni BDTga a'zo davlatlarga avatilgan xatda Xitoy o'miki bu vaqtda zo'r tirishchilik ko'rsatadiganligini ifodalagan. Egilinishcha, Amerika Oqsaroy davlat bexatarlik maslahatchisi Jek Sullivan va Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Maltada ko'rishgan. Oqsaroyning bayonotida yig'inning ochiq aloqa yo'llarini saqlab qolish va mas'uliyatchanlik bilan munosabatni ilgari surish tirishchiligining bir qismi ekanligi o'tirg'a qo'yildi. Bayonotda Sullivan bilan Wangning 16-sentabrdan 17-sentabrgacha Maltada ko'rishganligi hamda bu ikkilanning Amerika-Xitoy munosabati, yer shari va rayon bexatarlik masalasi, Rossiya Ukraina urushi va Tayvan masalasi qatorliqlarni muzokara qilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Yevropa Ittifoqi davlat ichi bozorini qo'g'dash uchun Xitoyning to'qliq mashinalariga ko'rinarli tamojna beja ilishga tayyorlik qilmoqda. Yevropa It komitetining ishki bozorga mas'ul vakili Thierry Breton Fransiya televiziya xabar kanali LCI'ga bergan bayonotida Xitoy ishlab chiqargan elektronik mashinalarining tamojna bejining 10% dan 20% ga o'rilishi mumkinligini xabar qildi. Xitoyning O'rta Osiyodagi ta'sirini oshirish uchun tuzgan plani Turkiya davlatlaridagi turli tashviqot va yordam faoliyatlari bilan davomlashmoqda. Bu orqa ko'rinishda Xitoy bu davlatga solgan mablag'larni ko'paytirish bilan birga Balvoq yo'li tashabbusi plani doirasida davlatlarni qarzga so'rab kirmoqda. Qrim axborot agentligining xabariga qaraganda, bu qatam Xitoy Qirg'izistonda haqsiz operatsiya nomida faoliyat olib berayotgan bo'lib, bir turkum Xitoy mutaxassislari 12-sentabrdan boshlab qirg'izistonliklarga haqsiz ko'ziga oq tushish operatsiyasi qilishga boshlagan. Koreya prezidenti Yoon Suk Yeol Shimoliy Koreya bilan Rossiyaning harbiy hamkorligining qonunsiz va adolatsiz ekanligini bayon qilib, xalqaro jamiyatning uningga qarshi texnik ittifoqlashadiganligini aytdi.